Spirulina dengiz tubidan olingan o'simlik bo'lib, dunyoda katta mashhurlikka erishgan. Bugungi kunga kelib spirulinani 21-asrning eng foydali taomi deb ham atashadi. Bu mo'jizaviy o'simlikning foydali tomonlari haqida bilib olasiz. Spirulina dengizda 3,5 milliard yil avval paydo bo'lgan. Spirulina tarkibida 200 xil vitaminlar, 22 xil aminokislotalar va ko'plab minerallar bor. Spirulina tarkibida juda ham kuchli ingrediyentlar bo'lib, uning 1 gram kukuni 1 kilo sabzavotga teng. Uning 70% oqsil tashkil etadi. Immunitetni mustahkamlaydi va gemoglobinni maksimal oshirib beradi. Ko'rish faoliyatini yaxshilab beradi. Spirulinani ozuqaviy qiymati kuchli bo'lganligi sababli u energiya manbai hisoblanadi. Suyak va mushaklarni mustahkamlaydi. Osteoporoz kasalligini oldini oladi. Bundan tashqari yosh bolalarda bo'yni o'sishiga katta yordam beradi. Oshqozon ishlash jarayonini yaxshilab beradi va yaz va gastritni davolaydi. Spirulina yuzni tiniqlashtiradi, qarishni oldini oladi. Spirulinadan hatto yuzga niqob qilib ham ishlatsa bo'ladi. Ayniqsa 35-40 yoshli ayollarga tavsiya qilinadi. Turli o'simtalarni va har qanday saratonni oldini oladi. Bundan tashqari saraton hujayralarini rivojlanishini kechiktirishga yordam beradi. Qon tomirlarida xolesterinni oldini olish orqali yurak xastaliklari xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari qonda qandaydir infeksiya aniqlansa, spirulina qonni yangilab, filtrlab beradi. Spirulina badani buqoqda ham iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Homiladorlik paytida toksikozni oldini oladi va ko'ngil aynishini to'xtatadi. Spirulinaning yana bir ajoyib xususiyatlaridan biri och qoringa iste'mol qilinsa ozdiradi, to'q qoringa iste'mol qilinsa semirtiradi.